mana Husan aka savol yozinglar katta o'zni. Masalan, nima qanday qanaqa men hozir so'rayman. Xo'p, Husan aka qarangda masalan bozorda Mhm. siz nimaga asoslanib savdo qilasiz? Endi siz trader tilida gapiringda, masalan, bu narsa emas, aniq. Mana shu Mhm. mana shu zona men Shu ishlayman bo'ldi-da. mhm. O'zi shu oxirgi paytlar Mhm. o'zidatiga umuman qaramay qo'ydim nimagadir. Rosti. Da, qo'shilaman. Er ertalab bitta qarab qo'yaman yo bo'lmasam shu Yevropa sessiyada qarab qo'yaman bitta holatini ko'ramanda bo'ldi. Shu bilan почти man ishlab turgan altcoin'lar o'zidatiga umuman qarshi yurgan. Da, Nima da. desam Endi ekan siz bozorga qarshi yuradigan, ya'ni asosiy bozor Bitcoin, USDT bilan yuradigan coinlar emas, ha, alohida man coinlar. ko'proq volum volum kirayotgan, volumli altcoin'lar bilan ishlab turgan hisobiga nima desam ekan, ya'ni o'zidatiga bo'ysunmaydi. Da. Yo, Hmm. realniy gap, to'g'ri aytyapti aka. Masalan, e, endi u siz ishlayotgan coinlar lekin top 100 talik kirmaydi hech qaysisi. Shunaqa endi qayerdan topasiz? Yo, uni ham Oxir oxirroqda so'ramoqchiman. lekin uni ballarga aytmash kerak-da, tushunmayapsizmi? Yo, Hozir qaranglar, вот man mana masalan, qayerdan topayotganini Mhm. aytsam, bularga o'rgatsak uni, u noto'g'ri ishlatishi mumkin-da uni, Yo'q, tushunyapsizmi? mana oldini aytamiz. Masalan, hozir men u savolga oxirida kelaman. Uni ochamiz hozir bolalar. Просто men hozir analizni so'ramoqchiman aka sizdan. Masalan, qanaqa analiz, nimaga asoslanib? Masalan, aniq zona endi chizib aytadi-da bolalar bilsangiz agar. Mana bu chizib qo'yasiz, chizib qo'yamiz. Chizib qo'yasiz. Men chizmayman atak. Siz chizib qo'yasiz. Bu chizmachilik aka. Endi o'sha ko'proq Nimaga deyayotgani chizasiz? Nimaga chizasiz? Masalan, likvidmi u nima o'zi? Nimaga chizasiz? ko'proq key level zonaga chizaman. Endi chunki bilasiz, o'zingiz katta time frame'da key level zonada обязательно qaytish bo'ladi. Keyin o'sha chizgan chiziqlarimda ko'proq o'zidan oldingi sessiyani lovini, hayini Aka telefoningizni yoqa olasizmi? Telefoningizni yoqa olasizmi? Ekranni TradingView'ga kirib, hozir. mana pastda mana shunday Discordga qarasangiz demonstratsiya bor. Bossangiz, keyin ekranni tanlaysiz, ekranni qiladi. Siznikini hozir bitta ham ko'rib turardi-mi? Buni aka xafa bo'lmaysiz, endi bolalar ko'radi. O'zimizni kosmodagilar, o'zimni bir ikkita bolalarim, o'quvchilarim общий kanalga tashlanadi. Как положено, suhbat deb tagiga yoziladi. Если что, rasmingizni bersangiz, rasmingizda montaj qilib qo'yiladi. Yo'q aka, endi oddiy akam bilan suhbatda bo'ldi aka, bir какой-то bir narsa emas. Yo, masalan, unchalik ichkari kirmaymiz, просто men analizi qiziq menga какой-то summa, pumma u narsalarga o'tilmaydi. No, realniga masalan, sonaki ham o'sha narsada tursa kerak. Masalan, ko'rsatilmaydi, bas foiz aytiladi, yo haftalik, oylik bo'lishi mumkin. No, summa nima desa bo'ladi. Barakasi uchadi-da, baribir ko'rsa, masalan, odam o'ziga yetsangiz yaxshi. Hozir nima ko'rinyapti? Xo'p, ekranni tanlaysiz aka, o'sha atrofda ekran bo'lishi kerak. Ana telefonni zapis ekran bo'ladi. Igrini bosing o'yinda. Qani? Hozir man qanaqa qilib yoqsam bo'larkan? Yo, ekranni bosdim. Hozir orqa kamerangiz ko'rsatyapti, tushundingizmi? Ha, TradingView ko'rsatmayapti-yu. O'sha naborotini bitta bosingchi aka. Kameranimi? Aniq Husan aka. Ozgina bo'lsa ham ko'rdinglar. Yo, mana masalan hozir o'sha ekran ustiga bosasiz. Yo'q, hozir ekran ustiga bosasiz, telefoningiz o'tadi. Telefoningiz usti ko'rinadi, menyular bor joyga kerak, TradingView ketadi. Endi kirdim. Hozir qani? Ya, ba'zi bo'lmaydi bu. Ha, mayli aka, hozir. Hozir. Meni ko'rinyapti sizga yaxshi? Ha.
Bo'ldi aka, o'zim anaqa bilaman, nima qanaqa, masalan, tushunmagan narsamni aytib tursangiz, o'sha zonaga qo'yaman. Xo'p, mana aytaylik, xo'p, masalan, bitta coin tanlaylik aka, qisqacha bo'ladi. Hop. Mana 4 USDT. Menga yoqyapti, juda zo'r coin ekan. 6 sekund. Aha. 4 USDT. Mana ochdik. Nima qilamiz aka? Buncha qo'rqinchli deydi. To'g'ri o'zdi. 4 USDT Bunga ochdim. yaxshi volim kirdi bunga ham. Ha, cho'tki u. O'sishi ham, tushishi ham zo'r qilib berar ekan. Yaxshi volyum deb boshlaydi, ko'rasizlarmi? Yaxshi volyum bor coinga qaraydi. Hop. Volyum nimaga qarab bilyapsiz? Prosta o'sganiga qarabdi, to'g'rimi aka? O'sha aytdim-ku, xullas menda nima desam ekan? Bemalol aka, bemalol. Bitta Telegram naqa bor, Mhm. kanal bor. Volyumlar ko'rsatib turadi. Volim kirayotgan coinlar. Ha. Buni men analiz qilib bir ishlagan ekanman. Bugun basu. Demak, o'sha Telegram kanalingiz bor, o'sha kanalda volyum tashiydi. O'sha masalan, volyum kirishidan oldin tashiydi. O'shanga qarab siz analiz qilasizda, keyin savdo qilasiz. Ha, bo'ldi. U kanal bor, men sizlarga tashlab beraman. Bilaman qaysi kanalligini. Bot emasmi? Yo'q, bot emas. Anavi hozir oti nima edi mana? Sizcha tashlayvering, muammo yo'q aka. Hozir. O'zimga tashlaysiz. Buni oldin yaxshilana qilish kerak-da, nima desam ekan? Backtest qilish kerak. Qancha volyum kirdi masalan? Bu kanalda oldin backtest qilib, bitta oldin ishlab, yaxshilab tushunib olgandan keyin nima qilish kerak? Nima desam ekan? Tushundim aka. Короче, mana. Ha, zo'r, lekin masalan tushunsangiz, inglizchani biladiganlar bo'lsa, prosta tagidagi price masalan bugun 24 soat nima bo'ldi mana. Bugungina narsani ko'rsatar ekanda, juda ham zo'r kanal. Sizlarga oxirigacha ko'rsanglar beraman, ungacha aytmayman. Yo'q, mana bunda mana misol hozir kirmaysizmi hozir? Yo'q, bo'ldi, ko'rsatdi. O'sha bunda nima endi misol uchun bitta bu kanalda endi mana. Hozir endi kirib ko'rdingiz-ku, mana misol oxirgi tashlagan Say coin turibdi-ku. Say, Misol bunda mana aytayapti. Buy bo'ldi deyapti. Long bo'ldi, Pastda volumini ko'rsatyapti, impasida yulduzchasi. Ko'rdingizmi? Yulduzchasi, ikkita yulduzcha turibdi. Endi tepasini bitta ko'rsangiz, om turibdi. Om turibdi. Om o'zida turibdi. 15 ta yulduzcha turibdi, ko'rdingizmi? Teparoqqa chiqsangiz, o'sha omni bir yulduzligida tashlagan. Volim kiryapti deb. Pul kiryapti deb tashlagan. Tushunyapsizmi? Keyin volim kirgan sari yulduzchani ko'paytiradi. 2 yulduz bo'ldi, 3 yulduz bu 15 gacha kelgan bu hozir o'zi. Tushunyapsizmi? Bo'ldi, 15 ga keldi, volim kirib bo'ldi. Tushunyapsizmi? Zo'r ekan. Hozir mana Say coinga mana jicha teparoqda 218 da kirishni boshlagan volim. Buy bo'lgan. Mana 16 bo'ldi. Omda shuni tepasida. Bir turibdi, yulduz hali yo'q. Bir turibdi, kirasiz, analiz qilasiz, o'sish naqasi zonalar, misol siz ham men ham bilamiz, ko'ramiz, video ichgan va hokazo, sessiya bu mana bir turibdi, o'zi ikkinchisini tashlabdi Sayda o'zi yana. Pastda 2% o'sib bo'ldi o'zi, hali birinchisini tashlagandan keyin. Alisda ham tashlagandi. O'sadi. Siz buy ochganingizdami keyin? Yo'q, men short ochdim. Siz ochdingizmi? Siz short ochdingizmi? Short. Sizda short ko'rdim adashmadan. O'rtada ishlab ketdim ozgina. Bitta short urdingiz, to'g'ri. Shunga buy ochadi, shunga kira olmay qoldim-da buyga. Rosa alam qildi, ishoning, juda alam qildi.
Demak, mana shu anonga kiramiz. Prosta bunga qaraymiz. Masalan, eng kam birdagilar tanlab olamiz. Shularda endi volum kiryotgan bo'ladi. Hali kirmagan, endi kiryotgan. Shunaqa. Keyin bu A, yerda selni yulduz. ham Mhm. ko'rsatadi. Mhm. Xullas, buni oldin yaxshilab bitta backtest qilish kerak, bunda analiz qilishni bilish kerak odam. Batta misol uchun bay bo'ldi, bay ketadi degani emas-da, aka. Da. Bu Bu xuddi sizlarga buni signal sifatida anaqa bo'lmasin. misol Prosta o'zida Hı. analizingiz bor. A, misol qo'ying uchun kerak. order block bor, Mhm. misol uchun order block bor deylik. Order blockgacha borib turib, order blockdan bitta katta sel oqishi ham mumkin-da. Hmm. U nima desam ekan? Xullas, analiz qilishni ham bilish kerak-da. Da. Bo't Bilmasa masalan. analiz Mhm. qilishda bunga ishonib turib, bay bo'lsa bay ochib, sel bo'lsa sel ochsa u bo'lmaydi. Da, Keyin tushundim. sessiya ham muhim, likvidatsiya ham muhim, keyleri zona muhim, hammasi muhim. Misol, hali 3 ta coin tashlab berdimi? Aha. Ko'rdim. Qarang, bayga. Bayga long ochganmiz. Misol, ularga ham volum kirdi. Mhm. Ularga ham volum kirdida, uchalasiga analiz qildim. Mhm. Shatdan tushmasa bo'ldi, bay yana davom etadi degan ma'noda. Ana masalan tashlagan, Rare tashlagan, keyin Sonic tashlagan, High coinlar tashlagan. Shunaqa. Analiz o'sha market buzilgani, tepadagi zona order block какой-то FVG dan touch qilganiga bay kirilgan. To'g'rimi aka? Shunaqa. Aha. Keyin o'sha struktura o'zgargan, mana shu yerdan tushsa bo'ldi, o'zgaradi degan ma'noda atalab tizimni nima qilib qo'ydim. O'sha tashlaganlarimni ham. Prosta Shatdan o'sha. tushmasin degan ma'noda. Ha, shatdan tushib ketsa, Hasan aka o'sha ham chiqiladi yoki shatdan tushsa bo'ldi, struktura buziladi degan ma'noda chizib beradi Hasan aka. Tipa endi tushunarli bo'lsin deb shunaqa qilib qo'ydim tashlab. Mana bu pastdagi zona o'sha buzilsa, naborot short yoki yopishingiz kerak yoki o'sha chiqish kerak pozitsiyadan degan nimada. Misol o'sha men tizgan zonaga ko'rdingiz. 2 martami keldi. Da, 2 marta kelib qaytib ketgan ekan. 2 marta kelib qaytib ketdi. Hali. Misol to'g'ri o'zida misol uchun long yurdi-ku. Da, yaxshigina boshida long yurib berdi. Bitta long yurib turgani oqdi. O'shali. O'shanda 2 marta keldi. O'zi 2 marta kirishga shans beryapti. Men endi rostga ketmadim pozitsiyadan. Chunki o'zim ishlaydim, band edim, qarasam holat yaxshi, keyin yetdim. Ko'ktizoda tizdimmi, tushmaydi, men o'zimga ishonaman. Demak, o'sha analizingizni prosta masalan USDT Bitcoin analiz qilmayapsiz siz. Bitta coin topyapsiz, volum yaxshi kiradi. O'shanga qarab, o'zini analiz qilyapsiz. Shunaqa. Keyin masalan u o'xshash bo'lsa, qolgan coinlarga kirib ketsangiz bo'ladi, to'g'rimi? Shunaqa. Endi misol uchun siz stabilni ishlab turgan coinlar USDTga hali birga bir yuradi ko'proq. Da. Misol USDT tushsa oshadi, USDT oshsa tushadi. Ana shu u volumi stabilligini hisobiga-da. Hali og'ir coin, sizdagi coinlar. Kapitalizatsiyasi bor-ku. Da, og'ir coin o'sha har bitta zonaga reaksiya qiladi. Kamida 50 million pul kirsa, keyin normalniroqda endi misol. Da, ko'p shunaqa. O'sha hisobiga og'ir misol. Uncha qo'rqmaysiz unda. Mana pul kirib, pul chiqib, nima qilib o'ynab turganlarda sal shustrik bo'lmasangiz qiyin. O'shaning uchun hali bilsangiz, men ko'pincha 5 minutda shunday atvet qilib qo'yaman o'ziga. Da, bilaman. To'xtab tur deyman. Shu qanday qilasiz mana? Sразу analizingiz o'sha paytda tayyor bo'ladimi
yoki Yo'q, sraz qarayman o'sgan koyillarni. O'zidan ha oldingi sessiyadagi nima, o'zi sessiya almashib turgan bo'ladi. Ko'pincha kechqurun tashiysiz maqtanib. endi kechqurun savdo bo'ladi. O'zi Endi kechqurun birovlar bo'ldi mana endi kattaroq foizda tashiysiz. da. Endi menda misol short pozitsiya bo'lmagan bo'lsa to'xtab tur deyman. Bitta katta o'sgan nimani bitta topamanda o'zidan oldingi sessiyani Likvidini hayini yech- yechgan aha. bo'lsa Aha. strukturasiga kiramanda 5 minut, Aha. 15 minut, 3, 5, 15 ko'raman. Hop qarang. Necha minut? 15 ko'raman. Bos Aha. bo'lgan bo'lsa bo'ldi. 15 ta bo'lmagan bo'lsa 5 ta ko'raman. 15 ta bo'lgan bo'lsa 5 ta. Ha, bos bo'lgan hozir qaysi ko'yim bu? Bu mana. Hozir mana ochib oling. Manani hozir ko'rib bering deb yozibdi-da ekran chatda. Bunga long sho'llaymi? Yo'q, men longsho'man. Men bundan o'rtada short kirib scalp qilib chiqib ketdim. Ana o'sha New York kirdi-ku o'shanda. Hozir mana masalan o'sha yo'q, men hozir bunga emas, просто aytganim nima? Masalan, hozir mana qarang, 15 minutda yo'q, to'g'rimi? Market hali buzilmagan. Yo'q, buzilmagan. Hop, 5 minutga o'tamiz keyin, to'g'rimi? holi. Men hozir short ko'ring demayapman, просто nima? Hozir short o'sha naborot qarash, просто naborot bilib oladi-da odamlar masalan. Long qarashga ham xuddi shunaqa qarash qiladi. Baribir shortni ham bilasiz. 15 minutda pastga buzilmagan hali. Men pastda aytyapman. Agar hozir bu ancha tepada. Buzilgani yo'q. 5 minutga o'tamiz. Sessiya tugadi o'zi. Aha. Mana shu oxirgi tizgan nimangiz bor-ku? Aha, low. Hozir 0,2847 ekan. Shuni buzsa, Aha. shuni buzib bersa, MSS qilib, keyin hayda stop loss qilib, Olsak bo'ladi. Ya'ni lekin hozir bu yerda jicha kattaroqqa o'tsa, 1 soat. 15 minut. Bu hali nimaga borish kerak edi? Tepada zo'rabroq. 31 ga. Xo'p, sabab 0,31. sabab bunga O'shda singanda. Oxirgi lovni ko'ring, tushdagi. Misol mana 30 da o'zimi shunda? 0,31 deb chizing. Endi 0,31 chizing. Ha, bu tanasidan olyapsiz demak. Qarang. Misol o'sha oqdi-ku. Nimalar? Ko'ylak. Hozir oqdi-ku. Siz O'shdan oqish. siz ham stop loss yedingiz, aha. Keyin aka. Izini yedi, amonasini yedi. Ana. Ko'rdingizlarmi? Kim stop loss yemagan? Kim? Kim? Izini yedik. Mayli işte ma'lum. Ya menda bor-da, spotlar ancha anaqa. Oma spotni gapirmayman. Oma- Hafsalab bir bo'lib ketdi, ishoning. Hattan ham spotga kirdim devordim, ishoning. Shu endi Ikkita depozit muzlatda yana. Da endi bu bozor hech kim masalan bilmadi. Buncha tushishni hamma chiqardi. Tozaladida bir tozalandi, bo'ldi shu. Agar xo'p, tepada nima zona bor 31 da shunda. Oldingi lowni siz hay deb olyapsiz hozir bu kelsa. To'g'rimi? Ha. Hozir. Menda bitta zo'r nima bor. Nima? Har doim ishlab kelgan 14.00. Nima 14.00? Soat. 14 abedki.
Ana shu chartda nimasi bo'yicha ko'ring, 14:00 Xo'p, sizda qanaqa OTC to'rmi? Yo, GMT tepadan mi? ko'ring-da, 0:31 chizdingiz-ku. Hmm. Mhm. 31. Kendllarni bunday qiling, 14:00 ga to'xtasin. Aa, siz ham anaqa jaydarsizda, bunday qiyin. 5 minutligiga kiravering. 12:00 ekan. 5 minutligiga kiravering. Xo'p. O'ngroqdan qarang, o'ngroqdan. Ya bu uzoq bo'lib ketyapti, kun uzoq bo'lib ketyapti. 1 kun oldin desangiz, misol uchun. Mana yerda 1 aytyapsiz. kun, 2 kun oldin. Ha, mana shu yerdan qarang, mana shu yerdan 14:00. Mhm. Misol bu yerda bizga kunlik analiz kerak-ku. Mhm. 2-3 kunlikini qaramaysiz-da. Hop, shu yerdan 14:00 qani? Mana qo'ydim aka. Bo'ldi, mana shu chiziq tortdim, mana shu yerga bitta. Mhm. Shu yerda nima Yo'q. bo'lgan 14:00? Ana shu rosa 14:00 dan kundalik chiziq torting. Hop. Ko'kka bo'yab qo'yaman aka mana bular. Bu Mana. tikamachina kundalik tortsangiz 14:00 ga. Mhm. Shu 14:00 zona menda ko'p ishlaydi. Hop, 14:00. Har doim analizlarimga. Mana bu xo'p 2-3 marta reaksiya bo'lgan. To'g'rimi? O'shani aytyapsiz-da. Mana 1, Mana shu 2, 14. o'zi kelganda 3. Ana shu 14:00 zona menda har doim nima desam ekan? Xullas men короче o'zi indikator yasamoqchi edim. Aha. Hop. Hop. Серьезно, indikator yasamoqchi edim. ChatGPT Keyin. maraz yasab bermayapti-da. Nimaga to'xtay savol? Bu nimaga Bu- asoslanib bu 14:00 olyapsiz? Bizda eng o'sha optimallik kuchli zona 14:00 bilan 10:00. Ana shu ikkita zonani har doim har bitta nimada chizaman. Analiz qilib turganimda. Misol OZTga kiring. Hop. Bugungini 14:00 ni chizing. Bugungini 14:00 Uning uchun nima yoqishingiz kerak? sessiya. Sessiya. 14:00 Oh. kechki New York yopilib turganda bo'ladi. Hozir mana bu yerda yopib turibdi. Chizing mana shu yerda. Xullas mana shu Hoppa. Aha. shu bizga kuchli zona bo'lib beradi ertaga. Aka, unchalik ochib tashlamang. Keyin o'zi alohida gaplashib qolamiz aka siz bilan. Bir pachka berasizlar короче. Bo'ldi aka. Alohida 10:00 ga ham bitta chizsangiz. Hop, 10:00. Mana. Aha. Ana shu bizga kuchli zonalar mana. Hmm. Endi bir kun oldingini 14:00 ni chizingda. Bir kun oldingini 14:00, to'g'rimi? Bugungi emas. Hop. Shunday sessiyani yo'q, hozir 2 kun oldingi. Uf. Yo'q mana. Ha, mana bu yerda ekan. Mana bu. Bu ham to'g'ri kelyapti. Ana shu. Ana shu. Ko'rdingizmi qaytganini? Qaysi sessiyada qaytdi? Londonda. Bola stream admin. Yo'q, batta to'xta endi. Yo'q, hozir u 14:00 bo'ldi, zo'r ekan. Ishlaydi u bu degan nima bo'lib qolmasa, chatda ham tushuntirib o'tdik-da. Ko'ryapsizmi? Asiyani hayini London olyapti. Da. 14:00 ga to'g'ri kelyapti. Oldi, ya'ni London oldi. Bitta sessiya o'zidan oldingi sessiyanikini oldi. O'shani ham e'tiborga olish kerak-da. Misol uchun, baribir sabab kerak-ku.
Просто 14:00 zona menga nima desam ekan, shu ishlarim nima shunaqa nima bo'lib qolgan menga hali. To'xtang, bu shunda Nyu-Yorkda necha soatlik to'g'ri kelyapti bu? Nyu-Yorkka 10:00 ga qo'ying. Nyu-Yorkda 10:00 ga to'g'ri kelyapti, to'g'rimi shunda? Mhm. Yo, Kindle'dan chizing o'sha chiziqni. Hali bolnitsni chalkash. Chunki kunlik analiz qilamiz-ku. Hmm. U chiziq kerak emasda ertaga, tushunyapsizmi, ishlar bo'lgandan keyin. Tushundim. U sizni chalg'itadi yana. Ha, bo'ldi. Bir kundan keyin o'chirib yuborasizda, keyingi ikkini kutasiz. Ha, o'sha uchun chiziq bo'layotadi-da menda nuqul. O'zim bilmayman, 2000 ta harf yozib yuborganman shekilli. Aa, Kichkinaroq time frame'ga o'tsangiz yaxshiroq ko'rinadi. masalan, mana 10 bilan mana, aha. Mana shunday bo'lyaptimi? Ana shunday. Xo'p, 10 и 14:00. Ana shunday. Xo'p, mana Hozir. universitetga kirdik. Endi masalan, xo'p, aytaylik, uni oldingi ertangi mana kelyapti bozor. Ha, tepa pastimiz ham bor, 10 ham bor, 2 ham bor bizda. Hozir 14 chizdingiz. Mhm. Bo'ldi. U tepa ishlar bo'ldi. Uni unuting. Hmm. Bugun ishlar bo'ldi tepa. Ha, ishlar. Ha. Men chunki bugun short bo'lishi uverin edim. Ishoning. Da, yo'q, men ham o'yladim, shortlarim bor edi. Short bo'l. Yo'q, Ha, yo'q-e? short bo'lishi uverin edim. O'shaning uchun longlarimdan chiqmadim. Pastgacha tushishiga. Nimaga deng? Nimaga? Chaproqqa yursangiz katta o'sish bo'lgan-u. Tushish bo'lgan, aha. 450 bor-u. 450. 450 qani? Xo'p. Bizda chaproqchi surasi chap. Ya chap suroring Ha, chaproqqa. yo'q. Pastroqqa tushing. 450 qani? Mana, aha. Nima zo'ravonashdi? 452 da hop 14:00 452 ga to'g'ri kelyapti. Ha. Likvidatsiyasi 452 ga to'g'ri kelyapti. Короче, ertaga 450 dagi likvidatsiyani yechib, 452 ni tepasida yopilsa, ana keyin long ketadi desa bo'ladi. To qachgacha? 488 gacha. 488. 488 nimaga? Bu ham o'sha. 10:00 bor. Voy valla. Ishlamagan-ku, London ham, New York ham qarang, xayr qilib qo'ygan, eklon xayr qilib. Yo, tepada sessiyani ko'ring. Mana London bilan New Yorkda hayni qarang. Likvid qilib qo'ygan mana. Qolib ketgan. Eklon xayr nima edi? Yetilmagan sessiya zona bor. Relative equal high. Qarang, endi 450 bo'lsa, 452 ga. Husan aka 8 ta qulog'imiz bilan eshityapmiz. Siz bilan batafsil gapiravering aka. Xullas 450 da likvidni yechib turib, 452 ning tepasida yopilsa, keyin confirm deysiz. Asiya sessiya bo'ldi deylik. O'sha Asiya sessiyada shunaqa bo'lsa, keyin strukturasi 5-10 minutlikda o'zi buzilib nima bo'lsa, tepaga keyin 483 gacha uni yechgani bitta kelib beradi. O'shanda rosa Bitcoin ham oqadi shekilli. Shunaqa qarash qilyapti. Ya'ni tushundinglar, mana bitta qarash qilib berdi, o'zini analizlarini aytib. Ya'ni endi men ko'proq Osiyo sessiya uxlayman-da, to'g'risi 10 ishga 10 da boraman-da. Yaxshi, to'g'ri qilasiz. Ko'pincha bomdoddan keyin o'zi uxlab olaman. To'g'risi qaragim kelmaydi. Ya'ni bir agar yaxshi nima bo'lib qolsa, boshqa Asiya sessiyaga bog'liq bo'lib qolmasa, holatim qaramayman. Keyin deb uxlab olaman. Yevropada ko'proq ishlayman. Yo'q, mana masalan, hozir USDT analiz qilib oldingiz, keyin buni altcoin'larga foydalanasiz, to'g'rimi? Ha, albatta. Shart bo'lmaydi, keyin o'sha analiz qilishingiz altcoin'larni.
Ha, albatta bu. Endi altcoin'larda qanaqa Ya'ni qilib hozir analiz hozir qarang qilasiz? to'xtang, mana O'sha hozir buni analiz qilib bo'ldingiz. Sразу bitta coinga o'tasizda. ha, 5 minutlik, 15 minutlik market struktura buzilishini qaraysiz. mhm. Buzilsa, o'shanda kiraverasiz Ha, sразу. qarang endi. Bitta birinchi ochilib, katta time frame'ga o'tsak, Necha? qaysi bu? Xo'p, aytaylik. O'sha manani ko'raylik mana. Mana 31 ga borish kerak-da oldin. Ha, O'tishga. ha. Boyagi Tepaga narsa bor. bormagan zonasi bor-u. Ha. Shunga borsin, Demak, rosa 450 ga keladi ertaga. ha. O'sha 450 ga 450 ga boradi. Bu ham keladi. borib bo'ladi Manez ungacha. ham manez ham yetishib oladi. Hmm. 450 da nima olsa, o'shdan o'zida tepaga long yursa, mana keyin oqishni boshlaydi. Chunki Tushundim. manez o'zida bilan bir xil yuradi-yu. Hoppa. Mana borlar. Mana shunaqa odamlar yaxshi ko'raman-da men. Bir tochkani beringlar, man aldamanglar. Bo'lmasa YouTube'ga qo'ymayman buni. Gap yo'q. Bundan keyin bo'ldi, mana stream mana shu ko'rgan bolalar ko'radi, qolganlar sразу aytmay stream. Gapni aylantirmasdan og'a indikator charchab bitta demasdan hazil. Hamma infolar uchun minnatdormiz. Vot mana oltin narsalar, o'zini ishlatayotgan narsalar yetyapti. Ha, o'sha indikatorga kelsak, endi mana endi hozir indikatorga kelsak, mana shu indikatorda, короче, nima desam ekan? O'zingiz O'sha qilmoqchisiz. ChatGPTga aytdim, yozdim. 14:00, 10:00 kerakli zonalarda birovlar qarab beradi. Misol uchun tizib yotmaysiz, короче, aka. O'sha joyda turadi har doim. Har doim ochganingizda ko'rsatib turadi bir haftalikda o'sha zonalarda. Siz Buni hozir mana bu yerdan qaysidir indikatorni to'g'rilab qo'ysangiz bo'lmaydimi? bilmadim uni lekin. Balki birorta indikatorda shunaqangi chiziqli indikator bo'lsa, balki qilib ko'rsa bo'lar. Men topsam aka sizga tashlab yuboraman. Bor edi bitta, hozir eslab olmayapman. Chiziqli indikator kerak bizga. Короче, o'sha vaqtlarda ko'rsatish kerak. Vaqt. Bu sessiyani ishlatmayman. Sizdagini. Qaysini ishlatasiz? Menda boshqa sessiya. Uni aytmayman deyman. Yo'q, endi bolalar ko'zni yumib turamiz. Yo, hamma sessiya bir xil. O'sha men ishlatayotganim mana market session day candles bor o'sha просто. Ya. Просто настройкаlar o'sha narsa. Bir xil-ku, to'g'rimi? Ha, bir xil. Menda hozir sizda Endi kirdim live'ga, unaqa qilmaylik, 10 kuni beraylik, live qolsin. bitta, ikkita, uchta sessiya sizda. Aha, Osiyo, Yevropa, New York. Menda 4 ta sessiya. What the fuck, bro? Intriga qilaylik ballarga. Qanaqa sessiya bor yana sizda? Qarang, New York sessiya bor. O'zbekiston qilib qo'shdingizmi o'zingiz? Yo'q. O'zbekiston Husan ishga chiqyapti sessiyasi. 4 ta sessiya bor menda. Sizlicha. Xo'p, yo'q, qayerda? Bunaqa sessiya yo'q-ku dunyo bo'yicha. Bor. Nima ham bor-ku, London Close ham bor-u. Ikkiga bo'lib olganmiz shunda. London Close 10:00 da ko'rsatmaydi-da. Sizda hozir. Menda London Close'dan keyin 10:00 dan keyin yana bitta sessiya ochiladi. Alohida rang qilib. Alohida rang bo'lib ochiladi. To soat necha New Yorkda nechasidan to'g'ri keladi hozir ko'rib beraman. Men sizlarga bu zonalarni har bittasiga short ochib isbotlab beraman, bolalar. Husan akaning zonalariga men short ochaman. London, Frankfurt. Biri 13:30 dan 15:45 gacha ekan menda New York sessiya. Xo'p, nima kerak sizga? 13:30 dan
Tushundim. Masalan, nimaga 2 ga bo'lib Ha, olgansiz uni masalan? 10:00 da qachon ishlatasiz unda? Hozir mana qarang. Kiring, Mhm. 15 minutlik time frame'ga kiring. Mhm. 30 minutga kiring. Mhm. Nimaga qiling? Mana Mana bumi? 11:45 da hop, qarang. Hop. Siz ayting, men 9:30 o'shani chizaman hozir. New York sessiya menda 9:30 da boshlanyapti. Mhm. Ha, London close. Ha, demak, o'sha boshini ayting menga boshini. London London endi kirgan vaqtini aytingchi. Menda hozir 12:00 1:15. 12:00 dan 1:15 gacha ham bitta sessiya bor. U 12:00 dan 1:15 gacha bo'lgan sessiya bor-ku. Hmm. London close, London open, London close. Hozir siz close deyapsiz. 12:00 dan Aha. Mana 12 qani bu? 12:00 New York o'qib ketyapti-da. Sizni soatingiz GMT 5 da, to'g'rimi? hozir ko'rib beray o'shani. Meniki hozir To'g'ri aka. to'g'rimi? 4 menda. 4 plus. 4 da o'zi. Minus 4. 4 da o'zi menda. 4 o'zi yo'q-da, minus 4. Bo'ldi, to'g'ri, bir xil ikkalamizdek. U sessiya nimaga Hop. kerak sizga? Men tushundim nima Mana qanaqaligi. qarang. Aha. 10:00 degini ishlatish uchun. Mhm. Mana 10:00 10:00 ga bitta chiziq torting. Kundalik qilib. Qayerda edi? Kindle'ni pastida. Mana. Bo'ldi. Eng tagidan tortasiz. Mana. Chunki qizildan keyin ochilgan 10:00 ko'rdingizmi? Mhm. Hop, mana. Ha. Keyin Endi eng tepasi. 10:00 ga chizdingizmi? Tepa pastiga chizdim. Tepasiga emas, pastiga. Pastiga Chunki chizdim. ana qizil Kindle mana yopilyapti-da, yashil ochilyapti. 10:00 pastda bo'ladi endi. Mhm. Shatda ochilgani uchun. Mhm. Tepaga yurdi. Bozor short ketdi. Hop, 10:00 ni chizdingiz. Tepaga yurdi. Ana 9 da oldi. ana shu yerda mana 14:00 tepamizda edi-yu. Ha, oldinga. Aha. Aha. Hmm. Bo'ldi. O'zi mana shu yerda mana ana Osiyoning sessiyasini, likvidini hayini oladi. Mana tepada nima bor-ku? Hmm. Kindle ana New York turibsizda Ha. hozir London yonida. O'zi bo'ldi bu order block dedim. O'zi bo'ldi dedim. Hmm. Chunki sessiyani oldi-ku oldin. O'zidan oldingi sessiyani likvidini. Da, olgan. O'sha Yevropa olib bo'lgan. Ha, bo'ldi 100% order block dedim-da. 10:00 deyapti chizib berdim. Agar 10:00 dan tepaga qarab ketsa chiqaman pozitsiyadan dedim. Hmm. Yaxshi 10:00 da pastiga tushib oldi. Hmm. Pastiga o'tib ketdi. Mhm. Bu pastiga o'tdi, bo'ldi. Keyin aga bo'ldi ko'ngil xotirjam dedim. Yana qaytib kelib hozir o'tsa, yana chiqasiz. Hop. Endi qaytmaydi. Mhm. 10:00 ga qaytmaydi endi. Chunki bizda endi 4:63 da 14:00 bor yangi. Ha.
Ha, o'zi bu ham zonaga kelyapti. Hozir bunga kelsa, bunga ham reaksiya Ha, qiladi. o'zi bo'ldi. Bu endi asosiy zonaga aylandida bizga hozir. Ha. Tushundim, 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 bolalar. Endi hozir